Hammangizdan long bo'linglar. Ay, sizlar bilan Leader Lion. Bugun biz kuchayamiz. Ko'rib turganingizdek, bugun boshqacha Minecraft. Skinim ham boshqacha. Ko'rib turganingizdek. Mayli, avval Minecraftda maqsa biz ham qilamiz. Taroq chopamiz. Bom, borom, borom. E'tibor bermang. Ishni boshladik. Tomoshabinlar shu yerda. Kimlarni almashtirib Vestas. Yangi gitara, meni barabonim, hatto mikrofoni ham yo'q. Kiyimim, jihozlar ham yo'q. Yana uni yozib O'zizga keling, u ahmoq raqobatchilar ruhingizni Xo'sh. kelayotganimizda kiyinish xonasidan chiqishgandi. Ya'ni issiq kiying ham deb, to'g'ri. Ular kiyimlarimizni o'g'irlaganlar uchun kulishgan. Lekin nega bunday qilishdi? Chunki ular yaxshiroqligingizdan qo'rqyapti. Taslim bo'lmang. Siz konsert berishingiz kerak. Ularga xo'jayinligini ko'rsatamiz. Ularga dars berib qo'yamiz. Nima bo'ldi o'zi? Oyog'im titrayapti. Qanday qilib bir musiqachi boshqasiga shunday qilishi mumkin? Taslim bo'lolmaysiz. Haqiqiy guruh nimaligini ko'rsatib qo'ying. Alyaska taslim bo'lolmaydi. Hech qachon. Ajoyib. Lekin jihozlarsiz nima qilamiz? Ko'zingni och. Bari tamom. Buncha jihozlarga faqat Daho yordam bera oladi. Daho deganda super qiyin muammolarga yechim topa oladigan odamni aytyapsanmi? Uning ismi Primroz. Primroz? U uyga ketib bo'ldi. U aniq keladi. Tushunaver. Endi esa chuqur nafas olib, meni sahna ortida kutib turinglar, xo'pmi? Xo'sh. Tayoq Seni musiqa eshitishga emas, ovoz muammosini yechishga chaqiryapman. Bu ilmiy muammo, Primroz. Agar ilmiy? Xo'sh, qanday tutsak kerak? Birlikda ko'mir qavlaylik. Masalalar uchun. Minecraft'ni bilsangiz, masalalar uchun ko'mir qavlash kerak. birinchi marta sahnaga chiqdik, lekin jihozlarimiz yo'q. Bu adolatsizlik. Shoshmang. Bu rezonatormi? Bu ham bo'laveradi. Unda biz ishimiz ham. Hatto kiyimlarimiz ham yo'q. Sharmanda bo'lamiz. Mayli. Yana versta qo'yamiz. Bitta bilolmayman. Bitta voy bili taxta yasash kerak edi. Mayli.